Ramazonda 23 kuni vallohu alam. Dedi bir birodarimiz, Alloh ajr bersin, Alloh rozi bo'lsin, iftorlik mana shu guruhlar jamoatga iftorlik beradi niyat qilgan ekan. Shuni asosida inshaalloh Rojihiy masjidiga iftorlik uyushtirilgan va mana shu yerda Alloh nasib qilsa iftorlikni qilib qaytamiz. Rojihiy masjidi Makka mukarramada mashhur masjidlardan biri, chunki uni sohibi mana shu masjidni qurgan odam Saudiya Arabistonining eng boylaridan bittasi. Buni tarixi qanday bo'ladi? Tarixi bu Sulaymon Rojihiy. İsmi Sulaymon Rojihiy, milliarderlardan biri. Yoshlik davrida o'zi qashshoq bir oiladan bo'ladi Rojihiy emas. Buni tarixi ham bir ajoyib bir qissasi. Qashshoqlik davrida bu maktabda o'qiyotgan vaqtlarida maktab idorasi tomonidan bir ziyorat uyushtiriladi va ziyoratga borish uchun har bir talabadan 1 riyoldan olib kelishlikni so'raladi. Bu bo'lgan voqea. Ya'ni Sulaymon Rojihiyning o'zini tarixi. 1 riyoldan olib kelishlikni buyurilgan vaqtlarida bu Sulaymon Rojihiy uyiga boradida ota-onasidan so'raydi. Shunday vaziyat bo'ldi. Yani har bir o'quvchidan 1 riyoldan so'ralyapti shu ziyoratga borishimiz uchun deydi. Lekin nima bo'ladi? Ota-onasida o'sha 1 riyol bo'lmaydi. Shu 1 riyolni berish uchun farzandiga ota-onada mana shu narsa yo'q bo'ladi. Bu juda xafa bo'lgan holatda yuradiki, chunki endi men agar uni to'lamasam nima bo'ladi? Sinfdoshlarim bilan ziyoratga bormayman ekan degan holatda, xafa holatda, mahzun holatda yurgan bo'ladi va ana shu holatlarda chorak imtihonlar bo'lib qoladi. Chorak imtihonlar bo'lib qolgan vaqtda bu Sulaymon sinf ichida birinchilikni oladida, natijalari juda yaxshi holatda bitgan bo'ladi va maktab sinf o'qituvchisi mukofot qatorida Sulaymonga nima qiladi? 1 riyol mukofot beradi. Ana shu vaqtda 1 riyol mukofoti bergan vaqtda buni xursandchiligi cheksiz bo'lgan. Ya'ni u o'zi aytadiki, ana shu vaqtdagi bo'lgan xursandchiligimni men tasavvur qilib olmayman deydi. Shu vaqtdan shu bilan ziyoratiga boradi, keladi va o'qiydi. Ana shu holatdan boshlab o'zini harakatlarni boshlaydi tirikchilik uchun. O'qiydi va Jidda shahrida bitta xonani ijaraga olib, ana shu yerda o'zini birinchi marta mana aytganda bizni tilda aytganda validchilikni boshlaydi. Pul ishi bo'yicha emasida. Iqtisodiyot anaqasini. Va 3-4 yil ichida bu yerda o'zini birinchi marta islom narsida halollik holatda islom bankini quradi. Hozirgi davrda mana Sulaymon Rojihiy, ya'ni Bank Rojihiy banki deb juda mashhur bank bor. Mana shu Saudiya Arabistonining eng birinchi vaqf banklaridan bittasi. Sulaymon Rojihiy vaqti keldi, nima bo'ldi? Mana shu butun o'zini topgan dunyosini, mol dunyosini vaqf qilishlikka qaror qildi. Butun mol mulkini. Ya'ni Alloh yo'lida sarf qilishlikka qaror qildi. Buning ichida qanday nimalari bor? Buning ichida Sulaymon Rojihiyning eng katta Saudiya Arabistonida, hattoki dunyoda eng katta bog'i bor. Xurmo bog'i. Bu xurmo bog'ida 45 xil xurmo yetishtiriladi. Daraxtlarning soni 200 mingtaga yetadi deydi. Va mana shu bog'da 10 ming tonna, bir yiliga 10 ming tonna xurmo yetishtiriladi. 45 xil narda. Buni hammasi Alloh yo'lida ihson qilinadi. Sulaymon Rojihiyda bu Rojihiylar oilasi deb nima qilingan keyingilikda. Rojihiylar oilasida Saudiya Arabistonida hech bir shahar yo'qki, ana shu shaharga masjid qurilmagan bo'lsa deydi. Ya'ni Sulaymon Rojihiylar qurgan masjidlar butun Saudiya Arabistoni shaharlarida, ya'ni hech qaysi bir shahar qolmagan. Bular masjid qurmagan shaharlar.
shu hozir biz ketayotgan yerda ham Makkani ichidagi eng katta bir masjidlardan birini qurgan. Va buni atrofida mehmonxonalar bor, tijoriy do'konlar bor, bular hammasi vaqf qilingan. Mana shu ota-ona biz ketayotgan yerdagisini ota-onasining nomiga vaqf qilgan. Shu nimada asosda aytiladiki, bir kuni Sulaymon Radiyevning o'zidan so'rashdiki, ya'ni bu hamma mol mulkini vaqf qilgandan keyin bundan so'rashgan. Siz yani har bir mulkingizni vaqf qildingiz, endi siz qanday yashaysiz deganda so'ra aytishgan ekanki, men xursandchiligim bo'yicha mendagi xursand inson yo'q hozir. Chunki meni mana bu men vaqf qilgan vaqf meni oxir umrim oxirigacha meni ta'minlaydi. Ustimni ham, oziq-ovqatimni ham mana shu vaqf qaraydi. Ya'ni men bu vaqtni Alloh uchun tasarruf qildim. Meni bu vaqt qaraydi, men juda mamnunman, hayotimdan mamnunman, chunki oxiratga borgan vaqtda Alloh taoloning oldiga men juda yengil boraman deydi. Chunki bor mol mulkini Alloh yo'liga vaqf qilib, ehson qilib berib yuborgan. Shuning uchun deydi, men hayotda eng past darajasini ham ko'rdim, yoshligimdan, eng yuqorisini ham ko'rdim. Men ko'rgan yuqori darajani hozirgi davrda hech kim ko'rmagan deydi. Chunki haqiqatda hattoki Forbes mana bu dunyo jurnali bu Radiyevni dunyodagi eng 20 talik milliarderlar qatoriga kirgizgan. Ya'ni haqiqatda ham eng yuqori darajalarni ko'rgan inson. Va endi deydi, mana shu yuqori darajalarni ko'rgandan keyin butun mol mulkimni Alloh yo'lida berdim va eng yengil inson ham menman deydi. Chunki Alloh taoloning oldiga Alloh taolo meni chaqirgan vaqtda yengil holatda ketaman deydi. Inshaalloh ana shuning uchun ham Alloh taolodan so'raymizki, har birimiz niyatimizni to'g'ri qilsak, niyatimizni xolis qilsak, ya'ni mana shu yerlarga kelgan yerimizda ham qanday niyatda kelganmiz. Hammamizning maqsadimiz Allohda mag'firatiga yetishlik bo'lgan. Allohning rahmatiga yetishlik bo'lgan. Mana shu niyatimizni to'g'ri qilib ketishimiz kerak. Mana oxirgi kunlardamiz. Ramazon oyining oxirgi kunlari, o'tqin minan nayron, olovdan saqlanish nimasi kunlari. Alloh taolo barchamizni ham mana shu holatga keltirsin. Butun gunohlarimizni mag'firat qilgan holatda bo'laylik. Va oxirgi kunlarda tavbalarimizni qilib, ibodatlarimizni mukammal qilib, mana qiyomul laylarda, duolarda Allohdan nima maqsadlarimizni Alloh taolo so'rasa beradi inshaalloh. Beradigan joydamiz va niyatlarimizni to'g'ri qilib Allohdan so'rasak har bir amalimizni inshaalloh niyatimizga yetishamiz. Fakat haligi ba'zida aytiladi, men qancha bo'lsa insonlar borda, men duo qilyapman, bo'lmayapti, duo qilyapman, kelmayapti. Balki sizga ana shu kelmaganligi afzaldir. Alloh taolo har bir bandani o'ziga istagan narsasini bu dunyoda berib qo'ysa, qanaqa holatda bo'lib qolishligini ham bilguvchi zot. İstegan narsasini berib qo'ysa, qanday yaxshi holatga kelishligini biluvchi zot. Shuning uchun agar berilmasa, demak u ham sizga yaxshilikka. Bu dunyoda berilmasa, albatta bilingki Alloh taolo oxiratda sizni so'raganingizni beradi. Yoki bu dunyoda beradi, yoki u dunyoda beradi, lekin albatta beradi. Chunki Alloh taolo bu dunyoda bersa, balki siz so'ragan narsani, u narsani olganingizdan keyin siz o'zini yo'qotib qo'yadi ko'pchilik. Mol davlat ko'paygandan keyin. Balki shunday bo'lib ketishi uchun Alloh taolo bermashi mumkin. Shuning uchun nima bo'lgan taqdirda niyatlarimizni xolis qilaylik, Alloh taolo niyatlarimizga yetishtirsin va albatta mana shu yerdan qaytishimizda Alloh taolo barchamizni mana shu dunyo g'amlaridan uziladigan, gunohlardan poklanadigan holatda qaytishni nasib qilsin. Inshaalloh mana bu birodarimizni ham Alloh taolo qilgan iftorlarini, qilgan ehsonlarini Alloh taolo barchada qabul qilsin. Barcha zurriyotlaridan, avlodlaridan o'tganlarni Alloh taolo o'zi rahmatiga olib, makon va jannatdan qilgan bo'lsin inshaalloh. Zurriyotlarini Alloh taolo qanaqa orzu-havaslari bo'lgan bo'lsa, orzu-havaslariga yetishtirsin. O'zini ham Alloh taolo oilasidan, ajdodlaridan, avlodlaridan qori qurollar chiqarsin. Islom dinida xizmat qiluvchi farzandlardan chiqarsin inshaalloh.
qolganlarimiz ham Alloh taolo mana shu yerda ketayotgan, mana shu yerda o'tirgan barchalarimizni Robbim barcha niyatlarimizga nima maqsadlarimiz bo'lsa bersin Robbim. Amin. Mana shu yerga Alloh taoloning o'zini rahmatini so'ragan holatda keldik. Allohim barchamizni o'zingni rahmatingdan forig' qilmagan, o'zingni rahmatingga yetishishimizni nasib etgin. O'zingni rahmatini so'rab keldik. Allohim o'zini rahmatini bergin barchamizga inshaalloh. Va mana shu yerga butun yaqinlarimizni mana shu yerga yana kelaman degan niyat qilib turgan barcha yaqinlarimizni ham mana shu yerga kelib ibodatlar qilib ketishini nasib etsin. Yana yil Ramazon oylariga haj amallarini bajarishlikka yana bir bor barchamizni muyassar qilsin inshaalloh. Amin. Alloh ajr bersin inshaalloh. Mana hozir Rodihaga borib ana shu yerga qilingan dasturxon ustida sufrada o'tirib iftorligimizni qilamiz. Bunga sababchi bo'lgan ukamizga ham Alloh ajrini bersin inshaalloh.